Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Men bir yangilikni eshitib juda ham xursand bo'ldim. O'zimizni ham qishloqda tug'ilib o'sgan, Kelib qishlog'ida, mahallasi Uzunko'chada Hoji Akbar ukamizga yaqinda Abu Dabida kitboksda qatnashib, Olimpiya chempionatini birinchi o'rinda olibdi. Qirg'izistonda bayrog'ini ko'targani uchun, shunaqa yutuqlar olgani uchun tabriklayman. Mashalloh. Alloh sizga omad berdi mana. Bu birinchisi bo'lmasin, davomiy bo'lsin. Sizga omad tilayman. Shunaqa yoshlarimiz juda ko'pini chiqishini xohlayman. Shu bizni qishloqlarda, mana Qirg'izistonda qanaqa soha bo'lsa ham, shunaqa Qirg'iziston bayrog'ini ko'tarib, shunaqa yutuqlar olib kelsa, biz xursand bo'lamiz. Biz ham qarab turmaymiz, biz ham qo'llab-quvvatlaymiz. Duodamiz hamisha. Shu Hoji Akbar ukamizga hamisha mana omad tilab qolaman. Men hozir safarda edim, gastrolda. Jallabodga kelib qishloqqa borib qolsam, tug'ilib o'sgan joyimga ko'rishamiz uka. Yana tabriklayman sizni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha omad, omad ukam.